juda zo'r konsert bo'lyapti. Sizlarga qo'shilib o'ynagim kelyapti, meni ham to'g'risi bor-ku. Bitta qarshi chalib qo'yinglar, Dilmurod. Asayda bo'lsin, Amazon Sultoni, muhabbat sovrindori, shuhrat medali sohibi. Salomat bo'ling, rizo bo'lsin. Boshqa kasbingiz ham bo'lsa kerak. Sizni boy deb eshitganman. Bitta boshqasini kechdi. Men muxlislaringizga maqtaman. Bo'ldi. Muxlislarimizni sizga ishonib chiqib ketamiz unda. Voy, sanab oling. Bitta ham kelmaytirib, o'sha o'tiraman. Ishonmasangiz sanab oling. Salomat bo'ling. Amazon Dilmurod Sultonov, bermani, sog' bo'lsin, rizo bo'lsin. Voy, 2 yil shu konsertga qatnash bering aka dedi. Hech iloji bo'lmadi. Bu yil nasib ekan. Bu yil hamma ishimni yig'ishtirib bo'lsa ham shu ukamni tabriklab ketay dedi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi keldinglarmi? Assalomualaykum. Yaxshisizlar? Xorazmga bormi? Jonli. Xorazmda faqat jonli, fonogramma yo'q. Sog' bo'lsin, ko'z tegmasin. Xorazm nima uchun san'ati zo'r? Xorazmning shevasi zo'r, lahjasi zo'r, tili shirin. O'rta Osiyoda eng chiroyli, eng shirin sheva Xorazm shevasi. O'shaning uchun ham qo'shiqlari chiroyli chiqadi. Ko'z tegmasin. Xorazm san'atiga ko'z tegmasin. Men rosa yaxshi ko'raman. Sun'iy intellekt degan narsa chiqdi hozir, ashula yasab beryapti. Bilasizlar, nuqoy odamni ovozini tashlab hozir ashula yasasa bo'ladi. Lekin men bitta narsani eshitdim. Sun'iy intellekt Xorazmcha qo'shiqlarini qilolmas ekan. Hali ularga aqli yetmas ekan Xorazmcha ashula qilishga. U Xorazmning musiqasi boshqa, san'ati boshqa. San'atkorni juda hurmat qilishadi Xorazmda. Men bir to'yga borganda ko'rdim. To'yni oxirida enasi ham, otasi ham, mahallani oqsoqoli ham duo qilmas ekan. O'sha to'yda qo'shiq aytgan hofiz duo qilar ekan, keyin to'y tugar ekan. Qarang, hofizni qanaqa hurmat qilishar ekan. Boshqa joylarda hofiz to'ydagi asfaltda yuradi, duo qiling. Ketaylik aka. Pulimizni bering. Xorazmda boshqacha bor, ko'z tegmasin. Xorazm san'atiga ko'z tegmasin. Yaxshi o'tiribsizlar, kayfiyatlar yaxshimi? Zo'rmi? Zo'r. Ko'z tegmasin. Bu yil zo'r bo'ldi. Hamma narsa zo'r. Ob-havo ham zo'r bo'ldi, tabiat ham zo'r bo'ldi. O'tgan yil hamma yoq changib ketuvdi, qor yog'madi, yomg'ir yog'madi, ana balogirlar butun dunyoga jar soldi. Voy, O'zbekiston chang bo'lib ketdi, dunyoga birinchi o'ringa chiqib ketdi deb. Mana Xudoga shukr, bu yil qor yog'di, yomg'ir yog'di, ob-havolar zo'r bo'ldi. Hamma yoq yam-yashil bo'ldi. O'zbekistonning havosi Shveysariyaning havosidan zo'r bo'lib ketdi. Lekin bironta bloger chiqib Xudoga shukr deb video qilgan yo'q. Bular yomon narsani yozadi, negativ. Ular shu negativga o'rgangan hozir, bilasizlar. Men yaqinda tug'ilgan kun qildim-da mana. 43 ga kirib haqqim bormi tug'ilgan kun qilishga? Yo, haqqim yo'qmi? Uni ham xotirim aytdi-da, har doim to'yga ketaverasiz, konsertga ketaverasiz. Oshlig'ingizni chaqirib o'tiring dedi, oshlig'inglarni chaqirib uyda mehmon qildik. San'atkorlar meni tabriklab Instagramga video qo'ygan ekan. Bittasi kommentariyada yozibdi, tug'ilgan kun qilguncha ko'chani asfalt qilsang bo'lmaydimi degan. Asfaltni nima aloqasi bor menga? Men ko'chani asfalt qilsam, hali avtoyo'l nima qiladi? Meni tug'ilgan kunimni qiladimi? Keyin Yevropadami bir joyda rasmga tushdim, Fransiyami, Shvetsiya bir joyda o'sha rasmni qo'ydim, Instagramga qo'ysam, haligi yana kirib yozibdi haligi akkaunt. Chet elga borguncha ko'chani asfalt qilsang bo'lmaydimi? U meni avtoyo'lda ishlaydi o'ylaydi keyin. Sen qayerdan bilasan? Men balki ko'chani asfalt qilib qo'yib ketgandirman. Men ko'chamizni asfalt qilib qo'yganman rostdan. O'shani videosi bor ekan, qo'ydim Instagramga. Foylab turibman, ifloslanib ketganda. Bir payt kirdi. Instagramga kirib yozibdi. Nima qilasan, qilgan ishingni hammaga minnat qilib. Shuni hech kimga bildirmasang bo'ladi-yu. Iflos senga bildirdim men. Shuning uchun negativ narsalar, yaxshi narsalar o'ylash kerak. Yaxshilikni o'ylash kerak. Qarang, konsertlar chiroyli bo'lyapti, fayzli bo'lyapti. Er-xotin kelganlar bormi? Bormi er-xotin kelganlar? Qani? Mana men nima uchun qo'l ko'taryapman? Biz ham er-xotin kelganmiz. Rus xotin u yoqda, men bu yoqda. Bizniki shunaqa har doim. Er-xotin. Biz eng zo'r hazillar er-xotin o'rtasida bo'lar ekanda.
Er-xotin kino ko'rib o'tirgan ekan, yangisi. Xotin aytibdi. Dadasi kuchining uxlaydi. Dadasi kinoni uxlaydi. İlacı yok. Nimaga iloji yo'q? Bitta shu kinoni o'chirolmaysan, dadasi. Dadam. O'sha kino mendan azizmi? Dadam. Uçurayım dese. Cinnimizden kinoteatrda o'tiribmiz, bu qayerda uçuraman? Umraga borib kelibdi eri. Umra hoji. Xotin aytibdi, umraga borib kelganingizga 21 kun bo'ldi, birorta sevgi isbot qilmadi. Mana shu umraga borganingizda siz sevgi isbot qilardingiz. Nima bo'ldi sizga desa, endi men Xudoning uyini ko'rib keldim. Ulug' joylarga borib keldim, endi men hojatga bo'ldim. Menga endi yolg'on gapirsam gunoh bo'ladi. Ko'z tegmasin, hozir ayollarimizni qadri ham, qimmati ham baland bo'lib ketyapti. Mana shu o'tirganlar 85% ayollar, erkaklar ora-orada o'tirishibdi bechara urug'likka. Bular ham shu ayollarni mindirib kelgan shofirlar. Bittasi uyqusida o'tiribdi-da. Hamma joy, hamma xursandchilik ayollarimizga bo'lib qoldi. Unda erkaklar ko'p deydi, ko'chada bilinmayapti. 52,5% ekan erkaklar hozir, 47,5% ayollar ekan. Biz 640 mingtaga ko'p ekanmiz ayollardan. Lekin bu xursand bo'ladigan gap emas. Bu degani nima degani bilasizmi? Bu degani 640 mingta erkakka xotin yetmayapti. Battar bo'lsin degani. Ayb o'zimizda o'g'il bo'lsin deyaverdik, mana hamma o'g'il bosib ketdi, endi qiz yo'q mana. Mana qizi bor, o'g'li borlardan so'raylik, kelin yo'q. Bizning mahallada boshqa viloyatdan kelib qiz qidirib yurishdi, kelin qidirib yurishdi. Qizlar yo'q. Meni dadam mahallani oqsoqoli. Yaqinda dadam aytayaptilar uyga borsam, 26 yoshdan oshgan bolalarga hech kim qizini bermayapti ekan. Shu bolalar o'tirib qolyapti. Mana yigitlar ham o'tiradigan payt kelibdi-ku. Qizlar esa qizlar. Xola, qizlar deyapman. Shundan poyezlar o'tib ketdi. O enami poyezda avariya bo'lib ketgan bo'lsa kerak. Mana erga tegmagan qizlar bormi? Qara, ana endi qizlar endi shoshilmaydi. Endi bemalol o'qishlarni bitirib, diplomlarni olib, o'zlaringdan 10 yosh kichkina dadasi o'tmagan bolalarga tegib olasizlar. Yo, bizim o'zbek xalqi ajoyibda, mana xotini ketmagan o'g'il tug'sa indamaydi, ha? Qachon qiz tug'asan demaydi, keyin xoniga payt zavodga olib qo'yaveradi. Xudo ko'rsatmasin, o'sha ayol ketma-ket qiz tug'sin, o'g'il tuqquncha tug'diradi. Bechora katta qizi bilan raddumda yotibdi. Nevaralari keladi ko'rgani, bu jon tog'am hali tug'ilmadimi? Bilmasam, endi tog'aymi, xolaymi, endi ko'ramiz. Yana qizlarga irim qilib ism qo'yardik-a. Nima deydi? Keyingisi o'g'il bo'lsin-da? O'g'ilay. Endi bundan buyoqgi o'g'il bolalarga irim qilib ism qo'yasizlar. Qistay. Ana o'g'il bolalar aytardi, "Voy, kelin qidirib qovushib yirtildi." Voy, hech siz kelin qidirgansiz, qovushingiz yirtilmaganda. Siz kelin tanlagansiz. Cho tanlab qo'yishadi. Qosh ko'zi qop-qora bo'lsin, bo'ylari uzun bo'lsin, hamshira bo'lsin, pazanda bo'lsin, o'zi o'g'li. Bitta qiz bolaga shuncha xislat kam emasmidi? Mana bu to'yga borsa, bir dona erkak o'tiribdi. Kuyov. Meni ko'rib xursand bo'lib ketdi. Abas aka ketib qolmaysizmi? Dogovorga qo'shib beraman. Men to'yib borsam, men ham olib ketib iltimos. Ko'chaga chiqing, mashina mingan ayollar bormi? Ha? Mana mashina mingan ayollar bormi shu yerda mana? Bor, kutaman. O'zim xotinimda bor. Hozir moda bo'ldi-ku, xotiniga mashina sovg'a qilish. Haligi ayolimga, turmush o'rtog'imga deb yozib qo'yapti. Bu yoqda ashula aytib turibdi, bu yoqda kalit topshiryapti. Bu yurak seni izlari hamon. Telbalarcha sevdim ey yaron. Kalitni bersa ayollar kalitni olib kutma ketdi. Bu qayerda kutmaysiz?
siz pulsizda turadi, qayta kutmaysiz. Ya'ni milishga ham o'zi o'rgatyapti. Xotin bir oydan beri gaz bilan tormoz farqi bormayapsan, baraka topgan. Mana gaz, mana tormoz, tushunyapsanmi, tormoz? Siz xalaq qilyapsiz menga. Siz uyda o'tiring, men sizga ipodromdan video vizit qilaman. Xotin o'zi mashinani haydab chiqib ketibdi. Uyda radioni eshitib o'tirgan ekan, bir payt radiodan e'lon ketib qoldi. Hurmatli haydovchilar, ehtiyot bo'ling, shaharda bitta ahmoq strechnik yuribdi. Qo'rqib ketib xotiniga tegmoqdi. Ali, xotin qayerdasan sen? Ko'chadaman. Menga qara, hozir radioda eshitib qoldim, shaharda bitta ahmoq strechnik yurgan ekan, ehtiyot bo'l desa. Voy dadasi, bitta ahmoq emas, hamma ahmoq strechnikdan kelyapti mana. Oldin ayollar mashina haydamagan, mashinani erkak haydagan. Ayol o mashina burchagida ro'molini uchun ishlab o'tirgan. Hozir erini oldiga o'tirgizib, o'zi ro'lda yana eriga qarab, dadasi, mana odamlar tomonidan to'yganman. Nimaga bular boyadan beri oldimga o'chib olib yurib ketyapti? Hozir birontasini bosib ketaman. O'zi eri baraka topkur, katta yo'lga chiqib oldim, yarim soatdan beri trotuarga ketyapsan. Gayini ko'rsam, men cho'chib qolaman, men ovoz oqimman, ichki ishlar xodimiman. Ayollarni gayi bilan gaplashganini ko'rsiz, yamanda. Nega to'sdingiz desa, kechirasiz, kapitan Boltaboyev. Opajon, tunneldan chiqib kelyapsiz. Tunneldan chiqayotganda chiroqlarni yoqib chiqish kerak. Endi shuncha erkak turganda shu tunnelda chiroqni men yoqaman. Opa, tushunmadingiz. Tunneldan chiqayotganda chiroqni yoqib chiqish kerak. Qayerdan yanadi tunnelda chiroq? Opa, tushunmayman. Hujjat bormi, hujjat? Bor. Bering degan ekan, opamizning qorong'ida paypaslarni pudratib beryapti. Gayi pudratni olsa, oynab turgan ekan, oynaga qarab. Ha, aytib bersinlar, gayida ishlayman deb. Mana ketavering bitta. Daring o'zlari qanday javob beradi. Banko! Qaraysizlar, bir narsa ko'ryapsizlarmi? Savoylar, hozir uyga borib konsert ko'rdim deysizlar-da sizlar, ha? Haqiqiy bo'g'izda balkonda. Salomat bo'ling, konsertimiz davom etadi. Nihol davlat mukofoti sovrindori, Shuhrat medali sohibi, sani ukam Xorazmda kelajagi Dilmurod Sultonov hazillamasan. Xola, konsert puliki, meniki emas. Mana konsert degan. Ha, siz menga kelib ketdingiz. Rahmat. Xola, sog' bo'ling. Esladim sizni. Tanidim. Siz o'shisiz bilaman, xola. Iltimos tez keting, xola. O'zi konsert cho'zib ketadi. Qanday bo'lsin? Muxlislarimizga Dilmurodjonga alohida qanday bo'lsin? Bir konsertdan bir shu bilan shu ham qarzayli shu tursa. Rahmat. Biz salomat qaytar beramiz. To'ylaringga borib, xudo xolasa. Dilmurodjon chochib yopsizmi? Salomat bo'lsiz. Men Dilmurodjonning bitta qo'shig'ini rosa. Bir ichasim geldi analarimdan, bir chiqasim geldi xumarlarimdan. Bir ichasim geldi analarimdan, bir chiqasim geldi xumarlarimdan. Shu qo'shiqni ikkalamiz aytsak nima deysiz? Ikkalamiz aytamiz. Ikkalamiz bitta aytaylik. Endi men-ku aytaveraman, bu o'zimni qo'shig'im. Ayta olasizmi ishni? Sudga berib olmasangiz? Yo'q, sudga berish yo'q. Nima qilamiz? Aytamizmi? Aytaylik. Taza qilaylik. Tasdik gülü küreğen gülün çağına, meyveye doymadan yanar dağına. Tasdik gülü küreğen gülün çağına, meyveye doymadan yanar dağına. Bakar vaktinde gelip bana, bakar vaktinde gelip bana. Bir içesim geldi analarına, bir içesim geldi kuvarlarına. Bir içesim geldi analarına, bir içesim geldi kuvarlarına. Hadi oynayalım.
Bo'lmasa davom qilamiz yana. Kayfiyatlar yaxshimi? Tor doirada. Tor bilan doirada. Nima deyapti, kim? Kim baqiryapti? Nimasi yoqmayapti? Terlab ketdi bechora. Nima qilsin yana? Yoqqa kel. Yoqqa kel, nima deyapsan? Yoqqa keling, nima deyapsiz? O'zim boraman bu. Vaziyat jiddiy shekilli. Nima deyapsiz? Birovni bolasiga qochib ketdi. Torda ayting deydi. Torda ayting deyapti. Torda Men endi torda ham aytaveramiz-ku, lekin o'ynasin shu muxlislar. u torda aytardingiz-ku oldin, tuppa-tuzuq. Aytaveramiz, aytish kerak bo'lsa. Torda olib kel. Mana shu muxlislardan so'rayman. Qancha bo'lsa olib ketarlar. Mana shu bola torda aytsa shu biletlariga rozi bo'lasizlarmi? Birovni bolasiga rahminglar kelmas ekan. Bechora boyadan beri shunday deyapti, yana bir soat aytish kerak. Mayli, Xudo sabr bersin, Murodjon. Salomat bo'ling. Torda qani? Agar haqiqiy badanida bo'lsa, tor bilan aytsin, qoyil qolamiz, ha? Mayli. O'zi har safar aytardik, endi bu safar ko'proq qo'shiqlar bo'lsin, o'ynab ko'rsin, maza qilsin shu muxlislar degan maqsadda endi men torni ham har ehtimolga qarshi turibdi tor. Yaxshi ham turgan ekan, bo'lmasa anav ustimizdan yozardi. Bo'pti, Murat, Xudo sabr bersin. Agar mamada bittasi skripkada aytingizini aralashmayman. Mayli, azizlar, Shunday emasmisiz, mabodo kandaymi? imkon qadar tor bilan ijro qilib beramiz. Ustozlarimiz shu bir tor, bir doirada dunyoni olganlar. Xudo xolasa imkon qadar ijro qilib beramiz sizlar uchun. Olqishlar, qo'llab-quvvatlab tursangizlar bo'ladi. Şu rakibleri yanıma buldurdu. Ölmekimden başka kârmâneler. Dostlar keçirdirmeli küllü bağımdan. İndi namus bilen armağanlar. İndi namus bilen armağanlar. Nemekteyin her kazanda kaynadım. Geçmişinin deryasını boyladım. Şamar kebigen üstünde oynadım. Şamar kebigen üstünde oynadım. Üzümü sünceyen marmana, üzümü sünceyen marmana. Şahsen şu karı vardır kolumda. Gencimlere oynarsan bu solumda. Ben sürkemi Allah'ın yolunda. Ben sürkemi Allah'ın yolunda.
asıldım zülfünden de aman eyle. Asıldım zülfünden de aman eyle. İndi namus bilen aman eyle. Söyle söyle sana kurban bulayım. Söyle söyle sana kurban bulayım. Canım aldı kara yüzlerim seni. Sana yayın derde kalkan bulayım. Aklım aldı kara yüzlerim seni. Bize vermez ben nazarım seni. Aşığın canım düzer, yiyeceğler ruhuna meyler hanem düzer. Küllerin içinde akıllı gezer, küllerin içinde akıllı gezer. Yaşın başına ağlarım seni, oh min kıza vermezsen ağlarım seni. Güzeller içinde sesen hatalı, gerek kimiz geçti tene baba. Dünyanın mehbubu sana sıra, dünyanın mehbubu sana sıra. Aklım kara yüzlerin seni, min kıza vermezmem nazarım seni. Kurban olan kaşerine yüzüne, nayedine kametine yüzüne. Mica kurban her bir aytkan sözüne, aklım aldı kara